Assalomu alaykum arzonchilar va obunachilar optim yeridan qidirib yurolangmi? Xudo xolasa sizlarga narxi arzonidan, parodali mollardan topib qo'yganmiz. Dilshodbek ham xudo xolasa olib kelib qo'ygan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida xudo xolasa Dilshodbek akamizni mini mol firmalariga yetib kelganmiz. Xunajillarda assortiment o'ta ko'pidan olib kelib qo'ygan ekanlar. Dilshodbek akamizga xudo xolasa yuzlanamiz. Mana bunaqa sementallardan ham har turidan kelgan ekan. Assalomu alaykum. Dilshodbek akamiz yaxshimi? Bugunga xudo xolasa nechta aka? Bugunga 15 bosh uka. 15 bosh. Pul arzonlari xudo xolasa optim qilib sotasiz. Optim sotamiz, gapingiz. Optim sotarganini o'ylashmasiz. 10 kishi bitta olsam sotaman. 10 kishi bitta bo'lib olsalang ham xudo xolasa obunachilar bittadan sotib cho'rar ekan. Bugunga nech pulgacha chiqarib berasiz? Ya bular hammasini olsa ki 9 million so'mdan ketdi. Endi obunachilarimiz puli kam obunachilarimiz ham bor. Bitta olaman degan obunachilarimiz ham bor. Shunga nech pulgacha chiqarib berasiz? 7,5 million chiqarib beraman. 7,5 million. O'zlar shu so'rib olsa-chi bir donasini ikkitami? 9 million tilla olishadi. 9 milliondan tilla olarasizlar, xudo xolasa obunachilar. Shuni o'rta kalta tashlansa ham ketaveradi. Obunachilar mo'q qaranglar, maşallah. Mana bundaqa rossiyskiy parodalar zo'rlardan ham kelgan ekan. Mana dedingizmi? 7,5 million so'm? Manasimi oqa? Ikkala oqdi. 15 million so'm, hop 22,5 million so'mga ketaverar ekan-a. Xudo xolasa obunachilar telefon qilaverasizlar. Aloqaga chiqib, betaraf like bosib qo'yasiz. Men sement alishga o'zlarini hech pulga qo'yib berasiz o'zini. 9 milliondan olib ketaveradi. O'rtachalarni tanlab olaman degan obunachilarimizgachi. Chiqarib beramiz. 8,5 million, 800 chiqarib beramiz. 7,5 million so'mdan ketaverar ekan. 9 million. Xudo xolasa aloqaga chiqib, betaraf like bosib qo'yasizlar. Shuncha mehnatimizni qadrlab, poddeshkani qilib qo'yasizlar. Obuna tugmachasini ham bos esdan chiqmasin. Xudo xolasa videolarimiz tugadi. To'liq variantini shu kanalda ko'rishlaringiz mumkin. Novos olaman degan obunachilarimiz ham bundan oldingi videoda joyladik.